قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli qarindoshlar, biz bugün Allah subhanahu wa ta'alaning izni bilan bizdeki bir salbiylikni, tushunchamizdagi va shu tushunchaning natijasida kelib chiqqan ish harakatimizdagi bir salbiylikni, bir xatolikni tuzatmoqchi. Qur'onni oyatma-oyat o'qisak, Qur'onning har bir oyatlari birdan ilohiy qonun bo'ladi. Shu Qur'ondagi ilohiy qonuniyatlarning biri innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala bir ummatning beshidagi baloyi ofatni shu ummat o'zini o'ngshimoqchilik, o'zini isloh qilmoqchilik ko'tarib o'tmaydi degan bir ilohiy qonuniyat. Ya'ni bir ummat o'zininki nachar holatidan Allah rozi bo'lgan va shu ummat baxtlik yashaydigan bir holatga o'zgarish uchun shu ummat o'zini isloh qilsin, o'zidagi salbiylikni, xatolikni o'zgarsin degan bu oyatga asosan mana bugun biz o'zimizdagi ajoyib cho'ng bir xatolikni o'zgartirish uchun mana bu darsni so'zlab o'tiribmiz. U bo'lsa-mu mush bizningki ibodat qarashimizdagi salbiylik va bu salbiylikdan kelib chiqqan ish harakatimizdagi ibodat uqumdagi bir salbiylikni tugatish uchun bugun islomdagi ibodat tushunchasi degan darsimizni haqqosanlarning huzuriga sunish uchun mana bu yerda o'ltirdik. Bir odam namoz o'qisa, zakat bersa, hac qilsa, sadaqatlarni bersa, ro'z tutsa, zikr tilovat qilsa va mush ibodatlarni noati ko'p qilsa, shuning bilan birga bu inson oilasi bilan ancha kori bo'lmaydi, bolalari bilan kori bo'lmaydi, o'zining ummati bilan kori bo'lmaydi. Müslümanlarning beshiga tushgan kun bilan kori bo'lmaydi. O'zininki xizmatiga, tijoratiga ko'ngil bilmaydi. Müslümanlarningki avlodlari qanday bo'lyotdi? Müslümanlarning qiz ayollari qanday bo'lyotdi? Müslümanlarning yoshlari qanday bo'lyotdi? Bular nima ish qilyotdi? Mana bu ishlar bilan ko'ngil bilmaydi. Mushu odamni biz taqvo odam desak to'g'ri bo'lamdi. Yoki ibodatning ma'nosi buningdinmi ko'p mazmunlarni o'z ichiga olamdi. Siyosat degandek, iqtisod degandek, zavod, korxonalar degandek,
diplomatiya degandek xalqaro siyosatlar, xalqaro iqtisodlar va ma'arif bunun o'z ichiga olamdi. Mana bu darsimizda mushuning javobiga erishimiz qarindoshlar. Mana shu masalani men Qur'on hadisning ruhi bo'yicha islomdagi ibodat tushunchasi degan bu temani men sizlarga yo'ritib bermoqchi. Endi biz bir temani yo'ritib olaylik. Allah subhanahu va taala bu insonni nima uchun yaratdi qarindoshlar? Biz koinotga qaraydigan bo'lsak, hech qanday bir mavjudot mikro dunyodan makro dunyogachilik eng biz e'tiborsiz deb qaraydigan narsadan tortib, ash gigant planetlargachilik Allah subhanahu va taala ma'lum g'oya nishon uchun yaratganligini biz bilamiz. Chunki ya biz dunyoda ekologik bir muhitdaymiz. Shu nima degan gap? Ya'ni dunyodagi har bir koinotning, har bir maxluqning o'ziga tushliq roli bor. Tabiatda insonlarningki va jonliqlarning normal hayot kechirilish uchun bir xil rolni o'ynaydi, bir xil foydasi bor deb tushundik. Unda bo'lgan ekan, biz insondan iborat mush koinotdagi eng ulug', eng birinchi maxluq bu dunyoga nima uchun yaratildik? Biz o'zimizning yarilishidagi tüp nishon g'oyani bilmasak, bizning ish harakatimizda xatolik yuz berdi. Nima uchun? Masalan, bir misolni olaylik. Bir odam Xotandan Urumchiga chiqibdi. Urumchiga chiqib, "Men nima ish qilma?" degan savolni so'rabdi. Men Urumchiga chiqdim, men nima ish qilishim kerak desa, biz uningdan so'raymiz. Siz Urumchiga nima maqsad bilan chiqqan? Agar tijorat qilman desangiz, savdo saroylarga bozorga bering. Agar o'qiyman deb chiqqan bo'lsangiz, oliy maktabga bering. Agar sayohat qilman deb chiqqan bo'lsangiz, havoliq joylarga, chiroyli o'rinlarga sayohat o'rinligi bering. Ish qilib siz nima uchun chiqqan bo'lsangiz, shu yerga bering deymiz. Endi shu chiqqan odam agar o'qib chiqqan bo'lsa, oliy maktabga boradi, kutubxonalarga boradi, uyni shu maktabni yendan ijara oladi. Butun ish harakati shu chiqqan g'oyasiga xizmat qiladi. Chiqqan ish harakati shu o'zi chiqqan, o'zi nima uchun chiqqan g'oya uchun maslashadi qarindoshlar. Shuning o'xshash bizni Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda nima uchun yaratganligimizni bilsak, shu bo'yicha harakat qilsak, bizning barliq ishlarimiz to'g'ri bo'ladi, ham Allah bizden razı buldu. Şunun için insan özünün bu dünyaya yarılışıdaki tüp maksatını çokum biliş gerek. Eğer onda bulmaydıken, insan özünün yarılışıdaki maksatını bilmese, şunun için onun kalan hareketi, kalan sözleri, iş hareketi hata çıkıdı. Ve bu insan özünün nimi için yaşayacağını bilmeydi. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de bundak insanların Allah subhanahu wa ta'ala sübhatlab "Ulaike kel en'ami belhum adal" deydi. Ular bir hayvan okşaydı, belki hayvandı mı beter azgullah deydi. Nima üçün ise bu hayatta nima üçün yaşaydı? Bu dünyaya nima üçün keldi? Nereden keldi? Nima üçün keldi? Nege bardı? Bilmegenlikten xuddi hayvandek yaşaydı. Hayvan nima üçün yaşaydı? Şahvat üçün, yeyiş üçün yaşaydı. Onda başka bir maksat yok. Şu bu dünyadaki insan mı şunun için özünün rahat üçün. Yani muş dünyada nima üçün yaşaş gayesini bilmegenler fakat şu özünün rahat üçün, özünün şahvat üçün her qandaq nesini kurban kıldı. Vicdanını kurban kıldı. Ademiligini kurban kıldı. Bir mahluk aylında, bir hayvan aylında. Şunun için başkalarının ki kan bedeli kelgen, ter bedeli kelgen, mal mülkni o'g'irlab olish, tortib olish, har xil usullar bilan ish qilib, o'zining rohat uchun yashash, o'zining rohat uchun yashash bir ideyasida yashaydi.
Mana bu nima uchun bu dunyoga kelganligimizni bilib olish bek muhim. Endi nima uchun bu dunyoga keldik desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Zariyat surasida "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson bilan jinlarni faqat men ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Mana biz g'oya shu qarindoshlar. Bu markaziy ideyani har bir mu'min, musulmon faqat esidan chiqarmaslik kerak. Bu dunyoda faqat biz Allohga ibodat qilish uchun yaratildik. Biz har qanday ishni qilayli, mush markaziy ideyani yadro qilishimiz kerak. Men palonini olmoqchidim, to'y qilmoqchidim. Shuna to'y qilsam yaxshi bo'larmi, to'y qilmasam yaxshi bo'larmi desangiz, buning javobini aniq. To'y qilsangiz Allohga ibodat qildigan, Allohga yaqinlashishdan iborat bu ideyaga uyg'un bo'lsa to'y qiling. Siz shundan to'y qilsangiz Allohga yaqinlashsangiz to'y qiling, yaqinlashsangiz to'y qilmang. Men Urumchida yashasam bo'larmi, Xotandimi, Kuchadimi? Men Saudiyaga borib yashasam bo'larmi, vatanda yashasam bo'larmi? Hammasining javobi birlam qarindoshlar. Qayerda yashasangiz siz Allohga en yaqin bo'lsangiz shu yerda yashaysiz. Sizning butun ish harakatingiz, gap so'zingiz mana bu Allohga ibodat qilishdan iborat markaziy ideyani aylanish kerak. Xuddi quyosh o'z orbidasida kech kunduz aylangandek, butun qilmishingiz Allohga ibodat qilishdan iborat tüp nishonni, tüp prinsipni markaz qilgan, orbita qilgan asosda bo'lish kerak. Shuning uchun mana bu ibodatdan iborat o'zimizning yo'lishdagi maqsadni bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni bekodan beka yaratmadi qarindoshlar. Shuni Alloh subhanahu va taolo ayhsabul insanu ayyutraka suda. Ya'ni insonlar bekodan bekalmishda yaratilib qoldi deb o'ylamdi. Afa hasibtum annama xalaqnakum abatha. Sizlarni bekodan bekali yaratdik deb o'ylamsizlar? Undaq emas. O'ylab boqinglar. Ba'zi odamlar 100 yil umr ko'rayotgan. Ba'zi odamlar 18 yoshda o'lib ketib qolgan. U yerda boy va, bu yerda kambag'al va, bu yerda kasal va, bu yerda sog'lom odam bor. Bu yerda bir davlatlar va, bu davlatlar boshqa davlatlarni besib olayotgan. Bir odam necha ming odamning haqqini yeb olayotgan. Bir davlat yana bir millatni izib, bularni osmolasiya qilib, bularga zulm qilayotgan. Dünya muşnunlarla tügemda Allah subhanahu wa ta'ala Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa Biz sizlarni bekodan beka yaratib deb o'ylamsizlar? Buning bundaq emas deb Allah subhanahu wa ta'ala bizning yorilishimizdagi g'oyaning muhim bir ibodat uchun yaratilganligini Allah bayon qilib berdi. Endi Alloh subhanahu va taolo hargiz bizningki ibodatimizga muhtoj emas. Nima uchun bizga ibodatni farz qildi? Yer sharida 7 milliard inson bo'lsa qarindoshlar. Shu insonlarning hammasi faqat birsin buningdan mustasno emas. Yer sharidagi har bir insonlar o'zining mavjudligini yaxshi ko'radi. O'zining mush dunyoda salomat, xotirjam yashashni yaxshi ko'radi. O'zining mush dunyoda bir mukammal voyaga yetgan, yaxshi bir sharoitda baxtli yashashni yaxshi ko'radi. Har bir inson mush dunyoda o'zining bir iz qoldirib, avlod qoldirib, ismining qilishini yaxshi ko'radi. Bu butun insonlardagi o'rtaq bir g'oya bu. Endi siz mush dunyoda baxtlik yashayman deydi ekansiz, Allohga ibodat qilishingiz kerak. Allah subhanahu va taolo bizni baxtlik yashashsin deb mana ibodatdan iborat bu bizga eng mos keladigan bir sistemini Alloh bizga ato qildi. Agar har bir inson chuqum o'zining mush dunyoda baxtlik yashashni orzu qildi ekan, Allohga ibodat qilish kerak. Chunki Allah subhanahu va taolo bizni nima uchun yaratdi desa, bizni mush dunyoda baxtli qilish uchun yaratdi. Allah subhanahu va taolo bizga mehr shafqatini ko'rsatish uchun, Allohning mehr shafqati bizda ifodalanish uchun bizni yaratdi. Allohning yaratish maqsadi shu.
İlla men rahime rabbuk lizalike halakahum deydi. Allah rahim qilgan kishilar uchun, kishilar bundan mustasno, Allah sizlarga rahim qilish uchun yaratdi, ya'ni mehribonlikni yetkazish uchun, Allah sizlarga shafqat qilish uchun, sizlarni baxtli qilish uchun yaratdi dedi. Demak, biz qanchada baxtli bo'la olamiz desak, Allohga ibodat qanda. Yani biz düşünümüz, yani bu namaz o'qib, zakat verip, haj qilib qandaq baxtli bo'lamiz deb o'ylab qolmanglar. Ibodatni haqiqiy to'g'ri tushensanglar, Allohga haqiqiy ibodat qilsanglar, cho'qim baxtli bo'lasizlar qarindoshlar. Shuning uchun mu'min, musulmonlar, islomni haqiqiy tushunganlar, Allohga toat ibodat qilib, bu toat ibodatning lazzatini ko'rganlar, bizdan baxtli odamlar nima ish qilsin? Voy jannat mushunda bo'lgan bo'lsa, haqiqatan jannat esil joyga deb ketgan. Mush dunyodagi toat ibodatning lazzatini tetag'anlar mushunda degan qarindoshlar. Endi bizda bu Allah subhanahu va taolo insonlarni, jinlarni faqat o'zi uchun ibodat uchun yaratgan dedi. Endi bu bizda mandaq bir xato tushuncha paydo bo'lib qolgan. U bo'lsa-mu ibodat degan shu namoz, zakat, haj, Qur'on o'qish, tilovat qilish, nazr verish, metni dafn qilish, shu namozlarga qatnashish, mush ma'lum doirada ibodatni bir xoslashtirib olgan bir ish va qarindoshlar. Ya'ni bu ibodatni xato tushunganlikdan, ibodatni joyida qilganlikdan mushundaq 1 milliard 700 milyon musulmonlar shundaq bir vazni yo'qolib qoldi. Bularninki bu sonning qimmatsiz oddiy bir songa aylanib qoldi. Musulmonlarning gapi o'tmaydigan bo'ldi. Musulmonlarning obro'yi yo'q bo'ldi. Musulmonlarning xalqarada yuzi bo'lmadi, qimmat bo'lmaydigan musholat kelib qoldi. Asli biz o'zimizning yorilishidagi tub sabab maqsadni bilib va ibodatni to'g'ri tushunib, shu bo'yicha mangan bo'lsak, biz butun dunyoninki oldida mangan va yetakchi bir ummatlik vazifamizni ado qilgan bo'ladi qarindoshlar. Endi biz mush ibodatdan iborat bu hukmni to'g'ri tushunmaganlikdan ve onun neticesinde ibadatni to'g'ri qilmaganlikdan bu ibadatning mevasini qo'lga keltirolmadik. Chunki biz musulmonlar bu ibadatni bir xil odatga aylantirib oldik. Bu bir krizis. Yani bir Müslüman için 5 vaqt namoz o'qish, zakat, Ramazonda ro'za tutish, haj qilish, Qur'on tilovat qilish, zikr qilishdan iborat ma'lum doirada xoslashtirilgan bir ibodat odatga aylanib qoldi. Bir musulmon otaydan necha ming ko'y pulni xashlab, balki necha yuz ming ko'y pulni xashlab hajga boradi. Hajni qiladi, qaytib keladi. Bu musulmonda haj qilishdan burungi ahvoli bilan bu musulmonning haj qilgan ahvolda hech qanday bir o'zgarish paydo bo'lmaydi. Bir musulmon har yili oyda 30 kun ro'za tutadi. Lekin ro'za tutishdan burungi ahvoli bilan ro'za tutgandan keyingi ahvolda o'zgarish bo'lmaydi. Bir musulmon kunda 5 vaqt namoz o'qiydi. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Burungi ahvoli bilan, ya'ni bir musulmon 10 yil burun qarasang shu musulmon, 10 yil keyin qarasang uning ya ilm bilimda, ya axloqida, ya ish harakatida, ya tijoratda, ya oilasida hech qanday bir ko'rinarli o'zgarish bo'lmagan. Mana bu ibodatning odatga aylanib qolganligining birdan bir tipik misoli qarindoshlar. Endi biz bilishimiz kerakki, bu ibodat hayotimizdagi barliq ishlarimizni o'z ichiga oldi. Ta ash uyimizdagi ash yotqonga kirib uxlashdan tortib, oxirisida bir davlat qurish, xalqaro munosabat hammani o'z ichiga oldi qarindoshlar. Biz bir musulmonning hayotida ibodat kategoriyasiga kirmaydigan hech qanday bir masala mavjud emas. Bunu bilishimiz kerak. İslamninki qonunlari taxminan 500 mingga bordi.
Muşunun hammasi uburniga qanday kirimiz, qanday chiqimiz, dasqanda qanday o'ltirimiz, bir qarindishimiz bilan uchrashsak qanday boshlaymiz, qanday aloqa qilamiz, savdoni qanday qilamiz, xalqaro diplomatik munosabatni qanday qilamiz. Ash tadidim, ash uydagi eng oddiy ishlardan tortib xalqaroliq munosabatchilik hammani o'z ichiga oldi. Muşunun hammasi ibodat doirasiga kiradi. Hatta Muaz ibn Jabal radıyallahu anh şunda deydi. Ahtasibu indallahi qavmati nawmati kama ahtasibu indallahi qavmati deydi. Men özümning uxlug'imni ash kech qopab namaz o'qigan bilan o'xshash deb qarayman deydi. O'ylab baqinglar, mening uxlug'imning o'zim ibodat deydi. Nima uchun? Buni biz inshaalloh dars jarayonida bilib olamiz qarindoshlar. Ya'ni bir musulmonning 24 soatida hech qanday ibodatga yetmaydigan bir ish harakat mavjud emas. Buni chuqur bilishimiz kerak qarindoshlar. Ya'ni biz ailemizde qanday bo'lamiz, bolalarimizni qanday tarbiyalaymiz, qanday uxlaymiz, bo'sh vaqtimizni qanday o'tkazamiz, biz o'zimizdan yuqori odam bilan qanday muomala qilamiz, o'zimizning ostidagi odam bilan qanday muomala qilamiz, qo'shnimiz bilan qanday muomala qilamiz, ish qilib hech qanday bir ishimiz ibodatning doirasidan, ramkasidan chiqib ketmaydi qarindoshlar. Buni bilishimiz kerak. Bu birinchi nuqta. Endi mana sahabeler bunu muşunda düşüngen qarindoshlarimiz. Sahabeler muşni İslam'ın hatta qarindoshlarimiz Rasulullah muş dinni ügetken vaqtida tuncu bulup muşunda ügetken. İslam tarixida tuncu bulup musulmonlar birinchi qatim Habashistanga hijrat qilgan. Şu hijrat qilgan chaqda şu Habestanның padişası Neccaşi musulmonlarni chaqirib, sening dining qandoq din degan vaqtida şu sahabelar Neccaşiga dinni nima deb tushundirgan. Anlab turinglar. Biz deydi bir jahiliyat yashaydigan, jahiliyat degan ashunda qonun yo'q, bir sapasiz, qaloq bir jamiyatda yashaydik deydi. Butlarga ibodat qilatdik, uluklarni yeydik, haram zina payishlarni qilatdik, tuqqandochilikni qilmaydik, qo'shnilarga azob yurdik, kuchliklar ojizliklarni bo'zaq qilatdi. Biz mushundoq bir yashayotgan vaqtda Alloh bizga biz biladigan, oilasini biladigan, titakni biladigan, isil diyonatlik bir odamni payg'ambar qilib avatdi. U odam bizni deydi bir Allohga bosh egishga, ya'ni qulchilikdan ozod bo'lishga, shu bir Allohga bo'ysunishga chaqirdi. Bizni gap qilsak rost gap qilishga, omonatga xiyonat qilmaslikqa, tuqqandochilikni noiti go'zal shaklda ep berishga, qo'shnidochilik axloqiga qattiq rioya qilishga, harom narsalardan o'zimizni yiroq tortishga, qon to'kishdan qo'limizni yig'ishga buyurdi deydi. O'ylab baqinglar, mana bu islom, mana bu ibodat. Namoz, zakot, hajlar emas qarindoshlar. Buni sahabelar dinni mushunda tushungan. Endi din demak rost gap qilish, va'daga vafo qilish, va'dada turish, qo'shnilar. Ya'ni dedim-ku, mush hayotimizdagi barliq ishlarni o'z ichiga oladi. Endi bu ibodatni ichida ba'zi ibodatlar faqat biz shaxsiy ibodatlar, o'zimizga bilan foydasi bor ibodatlar. Yana bir ibodatlar va o'zimizga foyda qildi, boshqalarga foydasi tegadi. Masalan, namoz o'qisak o'zimizga foydasi bor. Ammo zakot bersakchi o'zimizga foydasi bor, boshqalarga foydasi bor. Shuning uchun islom dinida o'zingizga bilan foydasi tegan ibodatdan o'zingizga foydasi tegadigan, boshqalarga foydasi tegan ibodat nihoyat afzal. Buning dalili Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunda deydi: "Mushu yetimlarga, miskinlarga yordam qilgan odam" deydi. Shularninki bir yo'lni mengib, shularga asbaz ya o'z yandan iqtisod chiqarib, ya boshqalardan iqtisod tepib, ish qilib, mushlarning xizmatini qilgan odam kal mujahidi fi sabilillah deydi. Alloh yo'lida jihad qilgan bilan o'xshaydi deydi.
Endi bu hadisni rivoyat qilgan ravi shunda deydi, azroq esimdan chiqib qolibdi, payg'ambar alayhisalom osh kech uxlamay namoz o'qigan, kunduzi shu ifto qilmay ro'za tutgan, ya'ni kunduzi bekotmay ro'za tutgan, kech bekotmay namoz o'qigan odamni ajrdak ajr bo'ldi degan deb mundama degan qarindoshlar. Nima uchun? Chunki ibodatning faqat o'zingizlar manfaat teggan ibodatdan ham o'zingizga ham boshqalarga manfaat teggan ibodat afzal. Bu bir nuqta. Buni tushunishimiz kerak. Ikkinchisi ibodatda qarindoshlar. Shuni bilishimiz kerakki, bu yerda bir bandava, bu chuqum mutlaq shartsiz vijdoni bilan, qalbi bilan, borliqi bilan, butun vujudi bilan Allohga bo'ysunish kerak. Bo'ysundigan bir bandaning borlig'i va hududi cheksiz takomul mukammallikda tasavvur qilsiz ajoyib 99 ism sifati bor Rabbi Taala shartsiz bo'ysunildigan bir zotning borlig'ini bilish kerak. Mushtarishlar. Shuning uchun biz darsning beshida Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Mening namozim, mening ibodatlarim, mening hayotim va mamatim Robbi Taala uchundir deb Muhammad alayhisalomga sen mushunda degan bu sening shuaring bo'lsin deydi. Nim degan gap? Ya'ni mayli namozing, mayli ibodatlaring, mayli hayoting, mamating, hatto o'likingmi Alloh uchun bo'lish kerak. Ya'ni ibodat bo'lish kerak deydi qarindoshlar. Ibodat sening hayotingni o'z ichiga olgandek, o'likingni o'z ichiga oldi. Ya'ni butun ishini o'z ichiga oldi. Ya'ni biz mushunda deyishimiz kerak. Bu ibodatda shundoq bir banda borki, bu banda butun borliqi bilan, butun vujudi bilan, jini bilan, meli bilan ham ishqi butun qarishingni qaritib ibodat qildigan bir Alloh bor. Mushundoq bir bandaman. Qudrat kamolda cheksiz bir iloh bor deb ibodatni bunda bir tushunish. Va shu tushungan ikkinchisi shu tushungan tushuncha bo'yicha ish harakatingda, gap so'zingda, kishilik aloqangda, hamma ishingda shu bo'yicha yashashni o'zingga g'oya qilish ibodatdagi muhim nuqtalarning biri. Endi ibodat cho'ng ma'nodan aytganda qarindoshlar ikki turga bo'linadi. Bir turi Allah bilan banda o'rtasida bo'ladigan shaxsiy ibodat. Ya'ni bu ibodatni o'zing qilmasang bo'lmaydi. Nimaga o'xshash? Namozga o'xshash, ro'zaga o'xshash, zakotga o'xshash, hajga o'xshash, Qur'on o'qish, tilovat qilish, zikr etish degandek, ya'ni sen bilan Alloh o'rtasida bo'ladigan bevosita ibodat. Ya'ni murosim xarakterlik ibodat. Endi namoz o'qish, zakot berish, haj qilish, bular hammasi murosim xarakterlik ibodatlar. Buni qilmagan odam musulmon bo'lmaydi. Bu birinchi nuqta. Yana bir xil ibodat kishilik munosabatdagi ibodat. Bu kishilik munosabatdagi ibodat nima degan gap? Ya'ni siz qo'shningiz bilan qanday aloqa qilasiz, dadingiz bilan qanday aloqa qilasiz, ota-onangiz bilan, qudvoji bilan qanday aloqa qilasiz, osingiz qanday otasiz, satsingiz qanday satasiz, osingiz qanday olasiz, satsingiz qanday satasiz, atrofingizga davlatlar bilan qanday munosabat qilasiz, xalqaro munosabatni qanday qilasiz, musulmon qarindoshlar bilan qanday muomala qilasiz, kofirlar bilan qanday muomala qilasiz, ya'ni kishilik munosabat deb atsak ham bo'ldi yoki ommaviy safa, madaniy safa desak ham bo'ldi. Bu bir xil ibodat qarindoshlar. Mana bu ibodat, ya'ni ijtimoiy ibodat. Birisi shaxsiy ibodat, mana bu ijtimoiy ibodat. Shaxsiy ibodatni qilmagan musulmon emas, namoz o'qimagan, zakot bilan haj qilmagan musulmon emas u. Ikkinchisi ijtimoiy ibodat deymiz. Men dedim zaten kishilik munosabatga barliq ishlarni o'z ichiga oldi. Ilm setdim, to'y qilaylik, xotin alaylik, yo qiz biraylik, qudvochilik zodi hayotimizda kishilik munosabat kamishni o'z ichiga oldi. Buni yoki hozir Uyg'urchadagi madaniy safa, ommaviy madaniy safa desak ham bo'ldi. Mana bu ibodat qarindoshlar. Buni tushunishimiz kerak.
Endi bu yerda nihoyatda bir xatarlik masala bor. Nihoyat xatarlik bir masala bor. İbadatni ikki turga bo'ldik. Birisi shaxsiy ibodat, birisi kishilik munosabatlik ibodat, ya'ni ijtimoiy ibodat yoki ommaviy safoga aloqador, ommaviy madaniy safoga aloqador ibodat dedik. Shaxsiy ibodatni qilmagan odamni musulmon emas dedik. Ammo shaxsiy ibodatni qilib, ijtimoiy ibodat, kishilik munosabatdagi ibodatni qilmasak, shaxsiy ibodat maqbul bo'lmaydi. Shaxsiy namoz, zakot, haj, ro'zaning, hatto la ilaha illalloh degan mush ibodatlarining qabul bo'lish uchun sen ijtimoiy ibodatni chuqum qilishing kerak. Yoki ommaviy madaniyat safa ibodatiga ajoyib ahamiyat berishing kerak. Sening ommaviy madaniy safaring bo'lmaydi ekan, sening shaxsiy ibodatlaring qabul bo'lmaydi. Buni chuqum bilishimiz kerak qarindoshlar. Hozirgi biz musulmonlar duch kelayotgan krizis dalmush shu. Agar bugungi darsni yaxshi tushunib, tushuncha bo'yicha amal qilsangiz, biz musulmonlar duch kelayotgan 90% krizis hal bo'ldi qarindoshlar. Bugungi dars bak muhim. Ajoyib muhim qarindoshlar. Mana biz musulmonlardagi safa masalasi, madaniy safa masalasi ajoyib to'g'an bo'lib ketib bordi. Qarasa shundoq yaxshi hijoblangan, shundoq yaxshi saqollarni qo'ygan, chiroylardan zodi bir diniy odam ekanligi chiqib turadi. Namoz desa vaqtida o'qiydi, zakot beradi, hajga yilda necha qatim boradi. Lekin ijtimoiy ibodat, kishilik munosabat, ommaviy safa ibodati kelgan chaqda nol. Bundoq odamni hargiz taqvo musulmon digil bo'lmaydi. Darsimizning davomi bor qarindoshlar. Dehqonlar darsining davomida bo'lsin. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.